Organizmni boshqaradigan, kayfiyatimizdan tortib sevgimizgacha bo'lgan tuyg'ularimizga ta'sir qiladigan maxfiy kuch nima ekanligini bilarmidingiz? Bu kuch gormonlar. Gormonlar nima? Ular qanday ishlaydi va ularni boshqarish mumkinmi? Shu kabi savollarga javob beramiz. Boshlashimizdan oldin obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosishni esa oxiriga qoldiramiz. Video haqida fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Unday bo'lsa, let's go. Dastlab sizlar bilan gormonlar nima, ular qanday vazifani bajaradi? Shu kabi savollarga javob topamiz. Gormonlar nima? Ular qanday vazifani bajaradi? Gormonlar bu bizning organizmimizning ichida uzatiladigan kimyoviy xabarlar. Ular asosan gipofiz, epifiz, qalqonsimon, qalqon oldi, ayrisimon va buyrak osti endokrin bezlari tomonidan ishlab chiqariladi. Masalan, och qoldingiz, ovqat kerak degan signal miyaga aynan gormonlar orqali boradi. Yoki stressga berilib ketdingizmi, miyangizda stresslar, depressiya oshib ketdimi, o'shanda kortizol degan gormon ishlab chiqariladi. Ular qon orqali tananing turli a'zolariga yetkaziladi va har xil funksiyalarni bajaradi. Masalan, uyqu, ishtaha, stressga munosabat, kayfiyat, hatto immunitet va o'sishni ham. Oddiy qilib aytganda, sizga baxt yoki sevgi, depressiya, adrenalin kabi hissiyotlar kelganda, bu ishlarning ortida qaysidir gormon turgan bo'ladi. Gormonlar nima ekanligini tushunib oldik. Endi esa qanday gormonlar bor? Quyida eng mashhur va muhim gormonlar haqida qisqacha: dopamin, serotonin, oksitotsin, adrenalin, kortizol, melatonin, endorfin, insulin, testosteron. Bularning har biri muhim va har bittasi organizmda o'z vazifasiga ega. Okey, qanday gormonlar borligini bilib oldik. Endi esa ular qanday ishlaydi va nima vazifani bajarishi haqida batafsil bilib olamiz. Ular nimaga qarab ishlaydi? Gormonlar tashqi va ichki omillarga qarab faollashadi. Ularni oraliq miyamiz ostida joylashgan gipofiz bezi boshqarib turadi. Aynan shu gipofiz bezi orqali ishlab chiqarilgan ba'zi gormonlar tanamizning boshqa qismlaridagi gormon ishlab chiqaruvchi bezlar ishini nazorat qiladi. Sodda qilib aytganda, ularga gormon ishlab chiqarishni to'xtat, miqdorni kamaytir yoki ko'paytir kabi buyruqlar beradi. Endi esa miyangizni yanada qizdiraman va mavzuga chuqurlashamiz. Gormonlar qanday vazifalarni bajaradi? Kortizol stress gormonidir. U stress paytida buyrak osti bezlari tomonidan ishlab chiqariladi. Stressga tushganingizda tanamizni unga qarshi jangga tayyorlaydi. Birinchi bo'lib qon bosimini ko'taradi. Uyqudan qiynaladiganlarning uxlay olmaslik sabablaridan biri qilib ko'rsatish mumkin. Ularda kortizol kechqurun ko'payib ketgan bo'ladi. Bundan keyin stressga javobgar, ammo vaqtinchalik. Uzoq muddatli stressda kortizol ko'p ishlab chiqarilishi organizmga zarar yetkazadi. Immunitetni susaytiradi. Doimiy charchoq, qon bosimi oshishi kabi holatlar kuzatiladi. Insulin bu oshqozon bezining langergan orolchalari deb ataladigan qismi tomonidan ishlab chiqariladi. Bu qon, shakar darajasini nazorat qilishga yordam beradi. Agar insulin yetishmasa, qonda qand miqdori oshib, qandli diabet kelib chiqadi. Xalq tilida bu sahr deyiladi. Chunki insulin qondagi ortiqcha glyukoza, shakarni glikogenga aylantirib jigarda to'playdi. Shunda qand miqdori nazorat qilinadi. Qandli diabetda esa insulin kamaygan bo'ladi. Dopamin baxt gormoni. Biror nimadan xursand bo'lganimizda, maqsadlarimizga erishganimizda yoki chinakam maqtov eshitganimizda miyamiz bu gormonni ishlab chiqaradi. Ammo dopaminning ta'siri asab tizimi bilan chegaralanmaydi. Uning ta'siri boshqa fiziologik tizimlarda, xususan qon aylanishi tizimida ham uchraydi. Asosan yurak urishini kuchaytirib, qon bosimini oshiradi. Serotonin kayfiyatimiz yaxshi bo'lishini ta'minlaydigan gormon. Qiziq jihati shundaki, uning 90% qismi bezlarda emas, balki ichak bo'shliqlarida ovqat hazm qilish vaqtida ishlab chiqariladi. Lekin u miyagacha yetib bormaydi va miyada serotoninning qolgan 10% qismi ishlab chiqariladi. Qornim ochligida kayfiyatim yo'q bo'ladi, asablarim taranglashadi deydigan odamlarni uchratganmiz. Ichaklarda oziq bo'lmay, bo'sh qolgan vaqtda serotonin ishlab chiqarilmaydi va bu o'z-o'zidan kayfiyat tushib ketishiga olib keladi. Sababi serotonin ishlab chiqarilishi uchun triptofan kerak. U esa ovqat tarkibida bo'ladi. Sut mahsulotlari, baliq, ayniqsa bananda uning miqdori yuqori bo'lib, serotonin ishlab chiqarishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mana nega ko'proq banan yeyish kerak. Endigi navbat esa ko'pchilik mujiklarga tanish bo'lgan testosteron gormoni haqida. Testosteron bu steroid gormon bo'lib, asosan erkak jinsiy gormoni sifatida tanilgan. U erkaklarda ko'proq, lekin ayollarda ham oz miqdorda mavjud. Yigitlik davrida ovozning dag'allashishi, muskullar rivojlanishi, soqol o'sishi,
testosteron tufayli sodir bo'ladi. Shuningdek, farzandli bo'lish, o'zini energiyaga to'la va tetik his qilish, ishda va oilada maqsadlarni qo'yib unga intilish aynan uning miqdoriga bog'liq. Semizlik paytida testosteron miqdori sezilarli darajada pasayadi. Buning natijasida erkaklarda surunkali charchoq, holsizlik, stressga moyillik kelib chiqadi. Buni oldini olish uchun to'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish kerak. Testosteron mushak hujayralarining o'sishini rag'batlantiradi. Shu sababli u sportchilarda mushak massasini oshirishda muhim. Shuningdek, suyak zichligini mustahkamlaydi. Past darajasi esa suyaklar mo'rtlashuviga olib kelishi mumkin. Bu gormon jinsiy istak va umumiy jinsiy salohiyatni kuchaytiradi. Agar insonda depressiya, motivatsiya yo'qolishi, charchoq va ishonchsizlik holatlari bo'lsa, bu gormon kamayib ketadi. Yaxshi balansda bo'lsa, bu gormon odamga o'ziga ishonch, liderlik, jasorat va qaror qabul qilish qobiliyatini beradi. Yosh bilan testosteron darajasi qanday o'zgaradi? 20-30 yosh oralig'ida testosteron eng yuqori darajada bo'ladi. 30 yoshdan so'ng har yili taxminan 1% ga kamayadi. Bu tabiiy jarayon bo'lsa-da, sog'lom turmush tarzini saqlash orqali testosteron balansini ushlab turish mumkin. Shuning uchun sportni kanda qilmasdan, ichish chekishdan nari bo'lib, sog'lom hayot tarziga amal qiling. Testosteronni tabiiy yo'l bilan oshirish yo'llari haqida sizga ma'lumotlar bera olmayman. Agar sizga shunday yordam kerak bo'lsa, shifokorlarga murojaat qilganingiz yaxshi. Oksitotsin u miyaning gipotalamus qismida ishlab chiqariladi. Ona va chaqaloq o'rtasidagi aloqani mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, oksitotsin stress va tashvish darajasini pasaytiradi. Sevimli insonlar bilan birga bo'lish, ularni ko'rish, quchoqlashish kabi holatlar oksitotsin miqdorini oshiradi. Navbatdagi gormon esa adrenalin yoki epinefrin. Bu kuchli ta'sirga ega bo'lgan, asosan gormon va neyromediator bo'lib, asosan buyrak osti bezining medulla ichki qavati tomonidan ishlab chiqariladi. Adrenalin inson tanasining tez javob berish tizimida asosiy rol o'ynaydi. Tahdid yoki xavf his qilinganida miya asosan gipotalamus buyrak osti bezlariga signal yuboradi va adrenalin ajraladi. Tana esa quyidagi tarzda javob qaytaradi. Nima o'tib qoldi? Voy. Yurak tez uradi, qon aylanishi tezlashadi, nafas olish kuchayadi, ko'proq kislorod olinadi, qon bosimi oshadi, ko'z qorachig'i kengayadi, qon mushaklarga oqadi. Masalan, ko'pchilik adrenalinga boy sport turlari bilan shug'ullanadi-ku, misol uchun parashyutdan sakrash yoki motosport bilan shug'ullanadiganlar. Ularda adrenalin miqdori yuqori bo'ladi. Undan tashqari adrenalindan tibbiyotda ham foydalanishadi. Kinolarda ko'rganimizdek urush sahnalaridan chiqqan qahramonlarning yuragi to'xtab qolsa, elektr toki bilan kuchlanish berib yurakni qayta urishga buyurishadi. Aynan shu nazarda tutilgan. Bu holatda elektroshok momentidan oldin yoki keyin yurak faoliyati qayta tiklanish uchun adrenalin yuboriladi. Shu joyda qiziq fakt, yuqorida aytib o'tganimdek, adrenalin qo'rquv yoki tahdid his qilinganida ham ishlab chiqariladi. Masalan, men yoshligimda emas, maktabda 9-11-sinf vaqtida arm wrestling o'ynayman deb qo'limni sindirib olganim yoki 4-5 yoshlarimda katta bolalar bilan futbol o'ynab oyog'im singani, undan ham dahshati esa Sirchiq daryosida cho'milaman deb oqimga qarshi tushib qolib cho'kib ketishga bir vaqtga qolgan payti. Aynan mana shu paytlarda adrenalin juda ham ko'p ishlab chiqariladi. Sizda mana shunday qo'rquvga boy holatlar bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Melatonin uyqu gormoni bo'lib, miyaning epifiz qismida ishlab chiqariladi. U uyqu va uyg'onish vaqtini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Qorong'u tushganda epifiz bezi melatoninning eng yuqori darajasini chiqaradi va yorug'lik ta'sirida melatonin ishlab chiqarishni kamaytiradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, kunduzi sizning qoningizda melatonin darajasi past, kechasi esa melatoninning eng yuqori darajasi mavjud. Qorong'ulik qancha uzoq bo'lsa, epifiz bezi melatoninni shunchalik uzoqroq chiqaradi. Tadqiqotchilar epifiz bezi jarrohlik yo'li bilan olib tashlangan bemorlar erta qarishga duchor bo'lganligi sababli melatonin qarishga qarshi xususiyatga ega bo'lishi mumkin deb o'ylashadi. Endorfin bu inson tanasida tabiiy ravishda ishlab chiqariladigan baxt molekulalari deb ataluvchi neyropeptidlar guruhidir. Qisqa muddatli quvonch hissi paydo qiladi. Ushbu gormon bosh miya neyronlarida ishlab chiqariladi. Endorfin gormoni miqdoriga ultrabinafsha nurlari, shirinliklar iste'moli, his-tuyg'ular, sport mashqlari ta'sir qiladi. Ular og'riqni kamaytirish va kayfiyatni ko'tarishda juda muhim rol o'ynaydi. Funksiyalari esa og'riq signallarini kamaytiradi yoki bloklaydi. Ular og'riqni miya tomonidan qabul qilinishini susaytiradi. Xuddi og'riq qoldiruvchi dorilar morfin kabi ishlaydi, lekin qaramlikni keltirib chiqarmaydi va zarar bermaydi. Shuningdek, sevgi, mehr va jinsiy yaqinlik paytida ham ular ishlab chiqariladi. Okey, qaysi gormon nima vazifani bajarish haqida bilib oldik. Endi esa ularni boshqarish mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, qanday? Ushbu savolga javob beramiz.
Ha, ko'p hollarda gormonlarni tabiiy yo'l bilan boshqarish mumkin va quyidagilar yordam beradi. Sport va jismoniy faollik, dopamin, endorfin va serotonin ko'payadi. To'g'ri uyqu rejimi, melatonin tartibga tushadi. Sog'lom ovqatlanish, triptofan kabi moddalarga boy ovqatlar serotonin ishlab chiqarishga yordam beradi. Ijobiy ijtimoiy aloqalar, mehr, quchoqlashish, tabassum oksitotsin darajasini oshiradi. Stressni kamaytirish, meditatsiya, tabiatda yurish kortizolni pasaytiradi. Gormonlarning xavfli tomonlari bormi? Albatta, qaysidir gormon me'yordan ortiq ishlab chiqarilsa, qaysidir ma'noda xavf tug'diradi. Ortiqcha kortizol yurak kasalliklari, immunitet pasayishi va uyqusizlikka olib keladi. Serotonin balandligi, bosh og'rig'i, diareya, hatto hayot uchun xavfli bo'lgan holatlarga ham olib kelishi mumkin. Gormonal disbalans, endokrin kasalliklar, semirish, depressiya, bepushtlikni keltirib chiqaradi. Shunday ekan, sog'lom turmush tarziga amal qilish gormonlarni o'z balansida ushlashning eng asosiy va yaxshi yo'llaridan biri. Xulosa qilib aytganda, gormonlar bizni tanamizni boshqaradigan yashirin pultdir. Agar ularni tushunsak va boshqarishni o'rgansak, energiyaga to'la bo'lishimiz va stresslarga chidamli bo'lishni o'rganamiz. Ushbu mavzu sizga qiziq va foydali bo'ldi deb o'ylayman. Shunday ekan, bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni unutmang va video haqida fikrlaringizni izohlarda yozib keting. Yana qanday mavzular qiziq bu haqida ham izohlarda fikringiz bilan o'rtoqlashing. Shunday ekan, hammaga rahmat. Sizlar bilan mashhur o'sha bola bo'ldi. Ko'rishguncha. Bo'ldi aka.